Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz siz bilan Xurshid Do'stmuhammad kalamiga mansub Mirkomilboyning Qazo bo'lgan namozi hikoyasining mazmuni bilan tanishamiz. Hikoya Mirkomilboy ismli badavlat, lekin halol va qat'iyatli insonning fojiali taqdiri haqida. U boy bo'lishiga qaramay, adolatdan chekinmaydi, yolg'on va xushomadni yomon ko'radi. Shu sababli ko'p hollarda atrofdagilarning noroziligiga, dushmanligiga duch keladi. Uning yonida doim sodiq hamrohi Yoqubxo'ja bo'lib, u Mirkomilboyning to'g'riso'zligi ba'zan unga zarar keltirishini ogohlantirib yuradi. Mirkomilboy kambag'allarga yordam beradi, xalq manfaati uchun zavod, masjid, kasalxona qurishni rejalashtiradi, hatto yigitlarni mardikorlikdan saqlab qolish uchun o'z mol-dunyosini sarflashga tayyor bo'ladi. Ammo uning bu ezgu ishlari ayrim manfaatparast odamlar tomonidan noto'g'ri talqin qilinadi. O'z manfaatini ko'zlagan yurtdoshlari uni hukumatga sotib, ustidan yolg'on ma'lumotlar yetkazishadi. Natijada Mirkomil xalqni qo'zg'atmoqda degan ayblar bilan hibsga olinadi. U surgun va qamoqlarga duchor bo'ladi. Oxir-oqibat inqilobiy tribunal tomonidan o'limga hukm qilinadi. So'nggi daqiqalarda ham u o'z e'tiqodidan voz kechmay, tahorat olib, bomdod namozini o'qishga ruxsat so'raydi. O'qlar yog'dirilayotgan paytda ham u ibodatni davom ettiradi va shu holatda shahid bo'ladi. E'tiboringiz uchun katta rahmat.